Aka, gartgan bo'ladigan nech pulga beraverasiz? 6400. 6400 ga yaxshi, lekin kraskasi bor ekanda. Bitta mash krilo, ikkita eshik krilo. Nagi tomonda krilosi bor, to'g'rimi? Lekin mashina tan. Nima uchun sepilgan bu aka? Shu daraxt tagida turganda ozgina shox tushganda o'shaning uchun sepilgan. Mashina tiniq, biron bir aybi yo'q, maza qilib. 126 ming yurgan deyapsiz. Halol. Mejgar pult, video registrator, pianer mafon, 3-pakalina gaz, Kenwood kolonka. Hammasi bor. Hammasi bor. Bu Optima Plus sizinlaringizda-da? Ha, shunaqa. Hamma. To'rtta balloni yangi. Hamma. Aka 6000 ga bering. Yo'q, 6000. Aka probegi yaxshi ekan. Endi kraskasi bor-da. Texnik umuman ishi yo'qmi? Yo'q. General Daviris berasiz. Beriladi. Umuman ishi yo'q mashina. Hadoyi ham moshni. Motorichi. Motor bir tomchi moyi. Просто kelgan odam polni tekshirib olishadi-da. Bemalol, bemalol. Mana Lavoydan bitta trishinasi bor ekan aka. Lavoyda bor. Aytdim, Navrotlari o'zi qo'yib oladi. Navrotlari yaxshi ekan. Boya aytdingiz, chexol bilan akkumulyator qo'shib beraman deysiz, to'g'rimi? Shunaqa. 6000 ga bering aka. Yo'q. Bering bor barakasiga. 6200 qiling, mana. 6100 bo'ldi aka. Kelishdik. Generallik bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. 6100 dollarga 2020 Optima Plus 126000 probegda bosib olsanglar bo'ladi. Generalni daverisi ham bor. Sizlar uchun bu yerda 19-yil Sparkimizdan bor. Bemalol telefon qilsanglar, barakasini qo'llaveramiz. 6150 dollarga unisini beramiz. Kraskasi toza. Bosinglar.